Assalomu alaykum. Bolajon telekanalini olmaqanddek, xo'rozqanddek, paxtaqanddek yaxshi ko'radigan shirindan shakar bizning jajji muxlislarimiz. Hammangiz sog' salomatmisizlar? Hech kim apshu piq qilib yo'talmayaptimi? Juda ham yaxshi. Unda bizga hoziroq yordam berib yuboringlar. Uyingizdagi hamma kattalarga aytinglar, bizning sog'lig'imiz uchun qayg'uradigan Bolajon shifoxonasi dasturi jonli efirda boshlandi deya. 71 kodi bilan 244 94 91 raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilsin va sizning salomatligingiz haqidagi savollarga mutaxassisimizdan, shifokorimizdan javob olsin. Endi esa hozir biz shifokorimizni tanishtiramiz. Go'zal Jalilova, 20 yildan ortiq tajribaga ega pediatr, nefrolog. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, hammasi yaxshi yurishibdi. O'zingiz ham tuzukmisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Charchamang. Kayfiyatingiz a'lo. A'lo. Chunki bugun siz juda ko'p onajonlarimizga ham kayfiyat, ham tibbiy savodxonlik va juda ko'p savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Albatta. Chunki shifokor kulib turganda onajonlar qandaydir shifokordan kuch-quvvat olishadi, to'g'rimi? To'g'ri. Shu o'rinda men barcha onajonlarimizga, bizni tomosha qilayotgan kattalarga eslatib o'tishim kerak. Hoziroq Bolajon telekanalining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarga, ya'ni Telegram, Instagram, Facebook, YouTube'larga a'zo bo'lib oling, chunki biz ko'plab sizning savollaringizga javoblarni aynan o'sha manzillarda ham qoldiramiz. Go'zal opa, biz jonli efir bo'lish xabarini berishimiz bilan bizga Telegramdan savollar kelishni boshlaydi. Hozir har bir daqiqa biz uchun g'animat, chunki onajonlarimiz efirdan keyin biroz xafa ham bo'lib qolishadi. Mening savollarim o'qilmay qolib ketdi deya. Keling, sizga hozir birinchi savolni o'qisam. Uchtepa tumanidan, Toshkent shahridan menimcha, mening nefrologga savolim bor edi. Farzandlarimiz angina, shamollash va shunga o'xshash bakterial kasalliklar bilan og'riganlarda tabiiyki ularga biz antibiotiklarni beramiz. Ba'zida shu kabi kasalliklar yiliga 6-7 marotaba bo'ladi. Shu kabi hollarda buyraklarga qanchalik nojo'ya ta'sir ko'rsatadi antibiotiklar debdilar. Albatta, juda ham o'rinli savol. Hozir antibiotikni o'sha kerak emas joyda ishlatilishlar ko'p kuzatilmoqda. Endi ko'pincha tomog'i bilan, angina bilan og'riydigan bolalarni albatta qo'zg'atuvchisi streptokok yoki stafilokok bo'ladi. Ular tomoq, burundan tashqari yana buyrak, bo'g'imlar va yurakka ham nojo'ya ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Shunaqa holatda kerakli joyda antibiotikini berib, bir xil vaqtda sidiy yo'lida ozgina shamollash chiqadi-yu, lekin tomog'i hamma joyi yaxshi bo'ladi. Bu o'sha tomoqda anginani asorati hisoblanadi. Bunaqa holatda uraseptiklar bilan shu shamollashda yoki shu o'zgarishda davolasa ham bo'ladi. Demak, shifokor nazorati ostida. Albatta. Rahmat, Go'zal opa, bizga telefon qo'ng'iroqlari bo'lishni boshladi. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. O'zingizni tanishtiring. Rahmat, o'zingizni tanishtiring. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Surxondaryo viloyati, Boysun tumani Do'ba mahallasidan Lutfiya bo'laman. Bahor keldi, kayfiyatingiz ham bahoriy. Rahmat, o'zlaringizga ham bahor yaxshi. Qanday savolingiz bor bizga? O'g'lim 3,5 yoshda. Biz hovlida turamiz. Tuproq yalaydi. Keyin juda ham injiq, ko'p yig'laydi. Shularda nimaga unday bo'lyapti deb so'ramoqchi edim. Rahmat. Jonli efirimizni e'tiborsiz qoldirmay, bizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun bizni tomosha qilishda davom eting. Barcha yaqinlaringizga ham bu xabarni yetkazing, chunki malakali mutaxassisimiz javob berishga tayyorlar. Marhamat, savol tushunarli bo'ldi? Tushunarli bo'ldi, ha. Oyijonisi, bolangiz tuproq yalaydigan bo'lsa, o'zi oldindan o'sha buvlarini gapi bor. Tuproq yalasa ko'pincha gemoglobin tushib ketdi yoki qoni tushib ketdi deb aytishadi. Yoki bizning tilimizda anemiya yoki kamqonlik deyiladi. Bunaqa holatda albatta mahalliy poliklinikaga borib, umumiy qon analizi topshirib, unda gemoglobin miqdorini aniqlab va gemoglobinni ko'taradigan mahsulotlarni qabul qilish mumkin yoki gemoglobinni ko'taradigan tomchilik va tabletkali dorilar bor. Vrachning nazoratida albatta qabul qilsa, bola kuchlanib, tuproq yalashga bo'lgan istagi kamayadi. Demak, mana shu
kamqonlikning ortidan injiqlik ham kelib chiqadimi? Albatta kamqonlik degani bu oddiy so'zda eshitiladi, lekin kamqonlik bo'lganda o'sha tanamizning har bitta qismiga kislorod yetib bormaydi. Shuning oqibatida asosiy o'sha nerv tizimimiz ham zararlanishi natijasida injiqlik, tajanglik, ujarlik, aytganini qilmasliklar paydo bo'ladi. Rahmat, savolingiz javobi yaxshi bo'ldi. Endi bizda yana qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Alo. Ha, Assalomu alaykum. Alo. assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni eshityapmiz. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Men Samarqanddan. Assalomu alaykum. Opajon, sizchi oynai jahondan biroz uzoqroqda biz bilan suhbatlashsangiz yaxshi bo'lar edi, menimcha. Mana, assalomu alaykum. Aha, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana, assalomu alaykum. Biz sizni eshityapmiz. Marhamat, savolingiz. Samarqand Kattaqo'rg'on tumanidan, Kadan qishlog'idan Dilorom Qurbonovaman. Xo'sh, meni navaram Iroda qizim 14 yosh, qoni kam. Qoni kam. Qancha tayinli dori-darmonlar bo'lsa ham bosh analishi qolmayapti. Shuning uchun Go'zalxon Jalilovadan bitta yaxshi javob eshitsam dedim. Rahmat sizga, nabirangiz uchun xavotir olib, qanday mehridaryo buvijonlarimiz. Biz buvijonlarimiz qo'ng'iroq qilsa ham juda ham xursand bo'lamiz, chunki buvijonlarning ham bir o'ziga xos davolash usullari bor nabiralarni. Albatta. Bunaqa buvijonlarga men juda ham katta rahmat aytmoqchiman, sababi nevarasiga shunchalik qayg'urib, telefon qilib, qiziqib, davolashga harakat qilmoqdalar. Endi bularning aytishi bo'yicha nevaralari ozg'in va tez-tez nimjon va holsiz deb aytdilar, kamqon deb aytdilar. Unda bular menimcha analiz topshirishgan, kamqonligi aniqlangan va davolashga harakat qilingan. Yana bir yo'li bor, endi 14 yoshli bolalar ko'pincha bu o'smirlik yoshi yoki pubertatniy возраст deyiladi. Bunda bolani tanasini ichki qismi tanasiga nisbatan o'sishdan biroz orqada qoladi. Bo'yi cho'zilib ketaveradi va tana sekin o'sadi. Bunaqa holatda mana bahor vaqti keldi, bir bolani tekshirtirib, mabodo gijjasi bo'lsa, gijjasini davolab va multivitamin yoki polivitaminlar berib, hozir ko'katlar berib, mana shu ovqatiga qaralsa, ratsioniga sekin-sekin o'sha pubertatniy возраст o'tib ketishi bilan albatta bola ves yig'ishni boshlaydi, ya'ni o'sha og'irligi oshishni boshlaydi va kuchga kirishni boshlaydi. Shu vaqtda bolaga alohida e'tibor talab qilinadi. Demak, hozir bu jonimizga ko'proq bahoriy ko'katlardan ko'k somsa, ko'k chivara tayyorlab, bahor sumalak bilan salatlari, sumalak. Shunday tavsiya berasiz. Rahmat. Bizda yana qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni eshityapmiz. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? O'zingizni tanishtiring. Men Jizzax viloyati Zomin tumani Beshbuloq qishlog'idan Husnoraman. Husnoraxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Husnoraxon, siz bizning Bolajon telekanalining rasmiy sahifalariga a'zo bo'lganmisiz? Yo'q. Nega unday qildingiz? Qanaqa nima deydi? Bilmadim. Endi hozir televizor ko'rib o'tirganimda vrachlar bilan suhbat bo'lganda menda savol bor edi, shunga murojaat qilgandim. Savolingizga biz jon deb javob beramiz, lekin savolga javob olish jarayonida albatta Bolajon telekanalining rasmiy sahifalariga a'zo bo'lib oling, chunki bizning shifokorlarimiz u yerda ham sizni qiziqtirgan savollarga javob berishadi, xo'pmi? Xo'p, a'zo bo'laman. Chunki bizlarda internet endi yaqinda ishladida, o'shancha a'zo bo'lmaganman. Tog'li zonada yashaymiz, Zominda. Hoziroq faqat o'zingiz emas, dugonalaringizni, qarindosh urug'larni ham taklif qilsangiz, foydali maslahatlardan ular ham bebahra qolishmaydi. Marhamat, savolingiz. Mani qizim 7 yoshda. Anaqa yiqilib tushgandida, tishlab olgan edi, yiqilib tushdi. O'shanda tishi sinib qoldi. Tishi 1 yil bo'ldi, joyidan chiqmadi. Shuni so'ramoqchi edim. Rahmat, Necha yosh? Qizingiz necha yoshda? 7 yoshda dedingiz-a? 7 yoshda yiqildida, tishi sinib qoldi, oldidagi tishi. Oyijonisi, yana bitta savol. Doimiy sut tishi tushib, doimiy tish chiqishi boshladimi qizingizda? Anaqa tishlari o'shandan keyin
anaqa tushgan, ikkita pastidan chiqdi. Yana hozir bitta tushdi. Tepadagi singan tishi doimiy tishmi yoki sut tishimi? Sut tishi. Unda xavotirga o'rin yo'q. Sababi doimiy tishlar chiqqanda ehtiyot bo'lish kerak. Travma olishdan, tish sinishidan doimiy tish umrimizda oxirigacha bizga hamroh bo'ladi. Xavotir olmang, qayta chiqishni boshlaydi. Rahmat Go'zal opa, onajonimizning ko'ngillarini xotirjam qildingiz. Telegram ijtimoiy tarmog'imizga kelgan savollarni o'qib beraman. Assalomu alaykum, sog'lom bolalarga massaj, ya'ni uqalash muolajasi necha oylikdan olgan ma'qul? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Massaj juda ham foydali narsa, ayniqsa 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloq bolalarimiz uchun. Ko'pincha nevropatologlar ham, pediatrlar ham 5 kilo o'sha vazn olgandan keyin massajda endi har xil turi bo'ladi. Masalan, tonusi baland bo'lgan bolalarga tinchlantiruvchi, bo'shashtiruvchi massaj etamiz. Agar tonusi bo'sh bo'lib, bola bo'ynini tutishini yoki o'tirishga kechikayotgan bo'lsa, unda tonusni oshiradigan massajlar tavsiya etamiz. 5 kilo vес nabirasi qilgandan keyin vazn yiqqandan keyin massaj olsalar bo'ladi. Keyingi savol, assalomu alaykum. Qizim 1 yoshi 6 oylik. Qizimda shamollash boshlandi. Qanday dorilar bersam bo'ladi? Ovozlari o'zgarib, burni oqibdi. Kichkina chaqalog'imga ham yuqmasligi uchun nima qilsam bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat. Endi burni bitgan bo'lsa, ovozlari bo'g'ilgan bo'lsa, bu shamollashda ham bir belgisi, boshlang'ich belgisi bo'lishi mumkin. Undan tashqari hozirgi vaqtda o'sha uyimizda, oilamizda shirinliklarning miqdori ko'payib ketganligi uchun shirinlik yegani hisobiga ham burni bitib, nafas yo'li siqilib, ovozlar bo'g'ilishi kuzatiladi. Avvalo bularga mahalliy vrachlariga murojaat qilib, o'sha kasallikni aniqlatib, o'shanga qarab dori ichsalar yaxshi bo'ladi. Lekin uyda tabiiy yo'l bilan yoki uyda qiladigan, uy sharoitida qiladigan narsa, agar ingalyatorlari bo'lsa, fizrastvor qo'shib ingalyatsiya qilib tursalar bo'ladi. Rahmat Go'zal opa, bizda qo'ng'iroq bor. Allo, assalomu alaykum. Allo. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Kayfiyatingiz qanday? Yaxshi. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Toshkent shahridan. Ismingiz? Mahkam va Lafruz. Lafruzxon, marhamat, shifokorimizga qanday savolingiz bor? Mani bolamchi mana mashinaga, avtobuslarga, mashinalarga chiqsa ko'ngli ayniydi-da. Aha. Shu sababini bilmoqchi edim. Yoshlari kerak. Farzandingiz nechta yoshdalar? 2 yashar 8 oylik. Qancha dedingiz? 2 yashar 8 oylik. 2 yoshi 8 oylik. 2 yoshi 8 oylik. Oyijonisi, bu belgi yaqinda paydo bo'ldimi yoki boshidan shunaqami? Yo'q, men chaqaloqligida unaqa emas edi-da. Mana pasti 1-2 yil orasida, mana 1 yillar orasida bo'lib qoldi-da shunaqa. Buni asosiy sababchisi, ya'ni o'sha mashinada yoki avtobusda ketganda tebranadi. Albatta, transportda ketgan vaqtimizda o'sha tebrangani hisobiga bolalarda ham, yoshi kattalarda ham vestibulyar apparat bor, quloqda ichida joylashgan. Bu ichki quloqda o'sha vestibulyar apparatni funksiyasi yaxshi bo'lmasa, o'sha tebranishni ko'tara olmay, o'sha insonda yoki ko'ngil aynish, yoki qusish, yoki bosh og'rishi, o'zini yomon his qilish boshlanadi. Lekin bu ko'pincha nasliy faktor, ya'ni nasliy ota-onasida bo'lsa, shu narsa bolasida ham kuzatilishi mumkin. Albatta, buni ham davosi bor. Nevropatolog vrachga murojaat qilsangiz, buni 1-2 dori bilan yozib berib, faqat dorilarni 1 oy yoki 2 oy ichish bilan bu simptomlardan qutulish mumkin. Rahmat Go'zal opa, hozir onajonimiz sizdan juda ham xursand bo'ldilar. O'zi bolalar shifokorlar shu onajonlarni yuzida ozgina tabassum bo'lsa, o'z kasblarini haddan ortiq sevib yuborishadi. Albatta, biz nafaqat bola bilan, biz o'sha bola kasal bo'lgan vaqtda onani psixologiyasi bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Ona tinchlansa, albatta bolasiga o'sha xotirjamlikni beradi. Ona qo'rqmasa, hech narsadan, kasalidan qo'rqmasa, onadan o'sha narsa bolaga o'tadi va bolaning tuzalishi tezlashadi. Rahmat Go'zal opa. Telegramdan kelgan savollarimiz. Assalomu alaykum. Meni farzandim 4 oylik bo'lyapti. Boshini orqa qismi ko'p yotgani uchunmi yalpoq bo'lib ichga kirib boryapti. Akva ditrin beryapman, lekin boshi to'g'rilanmayapti deblar. Nodira.
Endi bunaqa holatda hozir juda yechimi ko'p bunaqa boshini orqa tomoni yassilaydi. Yostiqchalar chiqqan, e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha tekis bo'lmaydi-da, ozgina o'yilganroq bo'ladi. O'shanaqa holat bilan ham yostiqni o'zgartirish bilan ham albatta boshini yassiligini bartaraf qilsa bo'ladi. Undan tashqari buni asosiy sababi bo'ladi. Masalan, o'zidan o'zi hamma bolani boshi yassi bo'lib ketmaydi. Bu bolada albatta kalsiy, fosfor, vitamin D miqdorini tekshirtirishda maslahat beraman. Rahmat, bizda qo'ng'iroq bor. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alo. Allo, assalomu alaykum. Sizni eshityapmiz. Balandroq gapirsangiz bo'ladi. Ismingiz? Eshityapmiz sizni. O'zingizni tanishtiring. Alo. Aloqa biroz nosozlik qilyapti. Savollarni o'qishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 2,5 yosh qizim qornini ko'rsatib qo'yyapti, og'riyapti deb nima qilsam bo'ladi debdilar. 2,5 yosh. 2,5 yosh. 2,5 yoshli bolada qorin og'rig'i juda ko'p, qorin bo'shlig'ida ko'p ichki organlar joylashganligi uchun o'sha qaysidir organni yomon ishlashidan yoki ozgina yallig'lanish borligidan dalolat beradi. Buning uchun birinchi o'rinda siydik analizi, qon analizi va axlat analizini topshirishda maslahat beraman. Keyingina bir qarorga kelsa bo'ladi. Assalomu alaykum. O'g'lim 1,5 yosh, nima yesa qusyapti. Tomog'ida ham og'rig'i bor. Qusishini qanday to'xtatsa bo'ladi? Yegani o'ziga tatimayapti. Tomog'ida narsa qolgan bo'lishi mumkinmi? Nima maslahat berasiz? Oysha. Necha yosh ekan? 1,5 yosh dedilar. 1,5 yoshli vaqtda bolalar ko'pincha o'sha yerda yotgan hamma narsani og'ziga tiqishni yaxshi ko'rishadi. Sababi og'zi orqali dunyoni o'rganishadi. Ta'mini ko'rishadi, tishlab ko'rishadi. Shunaqa vaqtda bo'lishi mumkin, nimanidir yutib olgan bo'lishi ham mumkin. Bu sabablardan biri. Undan tashqari oshqozon kasalligida ham qustiradi. Yana virusda shunaqa turi bor, oshqozon ichak bilan kechadi, rotaviruslar yuqib qolganda ham qusadi. Albatta vrachga murojaat qilish orqali nima holatdan qusayotganligini bilib olsalar bo'ladi. To'g'ri, shifokor orqali, chunki biz efirda siz o'z-o'zidan davolay olmaysiz, faqat to'g'ri maslahat, to'g'ri tavsiyalaringizni bera olasiz. Bizda qo'ng'iroq bor. Alo, assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring. Yaxshi, men Jizzax viloyati G'allarol tumanidanman. Ismim Tozagul. Nima dedingiz ismingizni? Tozagul. Ha. Nega bu kayfiyatingiz yo'qroqmi? Ovozingizning shashti past. Ha, endi nima bo'ldi? Bog'lanishga harakat qildim. Bog'lanish qiyin bo'ldi sizlar bilan. Nima bo'ldi farzandingizga? Baland ovozda gapiring. Biz yaxshi eshitamiz va shunda to'g'ri savolga to'g'ri javob beramiz. Mening qizim 4 yoshar. Nutqida rivojlanish kamroqda, qandaydir erkalanib, ko'p gaplarni gapira olmaydi, shunaqa. Hozir oyijonimizga birinchi o'rinda men shifokorlar bilan muloqotda bo'lib aytadigan tavsiyam kayfiyatingizni ko'tarishingiz kerak. Chunki sizdagi yaxshi kayfiyat bolajoningizga ham o'tadi. Endi shifokorimiz o'z maslahatlarini bersalar, farzandlari yaxshi gapira olmas ekanlar. Oyijonisi yoshi necha yosh farzandingizda? Yaxshi eshitilmadi. 4 yosh, 4. 4 yosh yaxshi gapira olmaydi. Endi yaxshi gapira olmaydi deganda balkim gapirar harflarni gapira olmas. Yoki hech qanaqa so'z gapira olmaydimi? Yo'q, gapiradi, faqat qisqa so'zlarni gapiradi-da, uzunroq so'zlarni gapira olmaydi, uzunroq ismlarni ayta olmaydi. Bir 10 ta, 20 ta so'z biladimi? Chala qilib aytadi, uni ham yarmini aytadi. Shoshib chala gapirsa kerak. Bir xil harakati, ya'ni giperaktivniy deymiz, bir xil bolalarda harakati juda ko'p bo'ladi. Tinmaydigan bolalar bo'ladi. Bunaqa bolalarchi o'zini nervni sistemasini tinchlantirmasdan shoshib tez gapirishga harakat qiladi va shunda nutqda defekt kuzatiladi. Ya'ni nutqda o'sha gaplarni yarim gapirishi kuzatiladi. Shu holatga ham e'tibor berishingizni so'rayman. Bunaqa holatda bolaga, bolajonim tinchlanib olib, sekin gapirgin yoki bitta gapirgin bolani tinchlantirishga harakat qilishingiz kerak va bola keyingi gal oldingizga kelib gapirganda o'sha bitta qilib hamma gapni to'liq gapirishga harakat qiladi. Lekin mabodo sizda bunaqa holat bo'lmasa, bola
sekin gapiradigan yumshoq bola bo'lsa, unda ozgina bolani o'sha miyasida qonlanishni yaxshilash, miyani oziqlantiradigan B guruhi vitaminlar berish yoki miyani kislorod bilan to'ldirish orqali ham nutqni ravonligiga erishish mumkin. Bu uchun albatta nevropatolog vrach bilan maslahatlashing. Miyasini ega qildiringlar uxlagan vaqtda va o'shanga qarab bir 2-3 ta tabletka yoki 2-3 ta dori bilan o'sha o'zingiz xohlagan natijaga erishishingiz mumkin. Bu uchun siqilib, xafa bo'lish shart emas. Bolalar 6 yoshgacha ko'p bolalar chala gapiradi o'zi. Demak, hozir onajonimiz bitta yaxshi qo'shiqni qo'yadilar, Kayfiyatlarini ko'taradilar. Bolasini bitta o'pib qo'yadilar Albatta. va mehr bilan harakat qilishni boshlaydilar. Bola parvarishda davom etadilar. Bizda yana qo'ng'iroq bor. Allo, assalomu alaykum. Allo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ular bizni Oynai jahon orqali tomosha qilishda davom etyaptilar. Biz sizni eshityapmiz. O'zingizni tanishtiring. Ismim Manzura, Samarqand viloyatidan telefon qilyapman. Aha. Manzuraxon, biroz shu televizorning ovozini pasaytirib qo'ysangiz. Alo. Allo, yaxshi eshitilyaptimi? Ha, yaxshi eshitilyapti. Kayfiyatingiz yaxshi, ovozingiz ham bilinyapti. Ha, rahmat, yaxshi, kayfiyatim ham yaxshi. Nima gaplar uyda? 10 yoshli o'g'limni ko'proq hazm sistemasida muammosi bormi, ko'p ichib ketadi. Ko'nglim aynyapti deydi. Farzandingiz necha yoshdalar? 10 yoshda. 10 yoshdalar. Aha. Savolingiz tushunarli. Oyijonisi bolangizni ovqatlanganda nimani yaxshi ko'radi ko'p, nima ovqatni yeyolmaydi, o'shanga e'tibor berasiz. Shirinligiga ko'p tortayotgan bo'lsa, albatta o'sha oshqozon ichagida muammosi bor bo'lishi mumkin. U uchun ultratovush orqali tekshirtirib, o'sha nosozlikni vrach bilan birga davolashga harakat qilasizlar. Ayrim vaqtda bola ovqat yeydi, ozgina harakat qilmasdan yotib oladi. Bunaqa vaqtda o't qopini yo'lidan o't chiqmasligi oqibatida ham siz aytayotgan o'sha muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ayrim vaqtda bola faqat shirinlik yeydi yoki pechenye yeydi yoki pishiruqlar yeydi. O'shani hazm qilishga organizmi qiynalish oqibatida ham shu narsalar kuzatilishi mumkin. Menimcha onajonimiz kerakli javobni, tavsiyani oldilar. Telegram sahifamizga savollar yog'ilyapti. Assalomu alaykum, o'g'lim 5,5 yosh, lekin bo'yi tengdoshlaridan past, uzog'i 1 metr 10 santimetrlar chiqadi. 5-6 yosh bolalar o'rtacha necha santimetr va necha kilo bo'lishlari kerak, vaznlari, ya'ni demoqchilar. Shuni o'stirish uchun nima qilsam bo'ladi? Bolajonlarning bo'ylaridan xavotir olyaptilar. Vaznni orqada qolish va bo'yni orqada qolish birinchi anaqa navbatda ota-onasini bo'yni vazniga e'tibor berish kerak. Ayrim insonlarni bo'yi baland bo'lmaydi, unda ota-onasiga o'xshagan nasliy omil ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin yana ikkinchi holat bor, ya'ni ota-onasi novcha, hamma narsasi ota-onasida yaxshi, lekin bolasi o'smay qoldi. Unda albatta pediatrga murojaat qilib, umumiy qon analizi, ichida ovqat so'riladimi, yo'qmi, ovqat yeyish tartibi, bola bir kunda necha mahal ovqat yeydi, balkim bir mahal yer, balkim ovqatga ye deb da'vat qilsangiz, kelib ovqatini yemas. Shunda ovqatni rejim bilan, ya'ni tartib bilan berish, keyin undan tashqari uyqu tartibini ham o'z holiga keltirish kerak bo'ladi. Sababi bola o'sha o'ziga yetarli ravishda uxlamasa ham rivojlanishi va og'irligini oshishi kamayadi. Sababi masalan bir xil bolalar bor 1-2 da uxlaydi. Bizada soat 12 dan keyin o'sish gormoni chiqishni boshlaydi. Bola 10 da uxlasa o'sha gormonni oladi va o'sishi davom etadi. Undan tashqari bular savol berdilar, ya'ni 5 yoshli bolani bo'yi va vazni qanaqa bo'lishi kerak? Har xil davlatda har xil standart bor, lekin bizada O'zbekistonda bola 20 kilo eng past vazni va bo'yi 118 santimetr bo'lishi kerak. Agar bundan kichkina bo'lsa, ozgina o'sha bolaga qarashda, parvarishda, ovqatlanishini, uyqu tartibini o'ziga keltirib, agar iloji bo'lsa vitaminga boy bo'lgan ovqatlar, kalsiyga boy bo'lgan ovqatlar iste'mol qilish orqali ham bolani vaznini ham, bo'yini ham o'stirsa bo'ladi. Demak, onajonlarimiz bir mehrlardan ko'proq solib, muhabbat bilan taom tayyorlab farzandlariga parvona bo'lsa, hammasi o'tib ketadi. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Allo, menga qilyapsizmi? O'zi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Gulxidaxon. Ana qilmabman, ha. Yaxshimisiz?
Ay, rahmat, Xudoga shukr. Meni nevaram 10 yoshda. Aha. Ko'zini pirpiratib qolibdi. Nimaga shunaqa bo'lyapti? Glaznoga olib bordim. Nerpatologga olib bordim. Dori darmonlar yozib berdi. Bari tomayapti-da. Bujon necha yoshdasiz? Ha? Necha yoshdasiz? Men 67 daman. Aha. Bugun bir bujonlarimiz O'shanga nevaramdan xijolatdaman. Nima bo'lyapti ekan deb. Qanday bir Mehridaryo bujon ekansiz, Bolajon telekanalini tomosha qilib, bizning dasturimizga e'tiborsiz qoldirmaganingiz uchun katta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizga ham rahmat. Nevaralaringiz hamisha sog' salomat bo'lib, sizni ko'zingizni quvnatib yursin. Akaningiz kelsa. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Ohangaron tumanidan. Xursandmiz. Endichi bujonsiz qolgan bujonlarga ham Bolajon telekanalida mana shunday dastur borligini ayting. Hozir hamma bujonlarimizning qo'llarida uyali aloqa vositalari bor. Bizning ijtimoiy tarmoqlarimizga ham a'zo bo'lib olishsin, xo'pmi? Xo'p. Endi savollarga javob bersangiz. Rahmat. Assalomu alaykum bujonsi. Assalomu alaykum bujonsi. Bolangizni ko'zini pirpiratishi bu nervni tik deyiladi, ya'ni ko'zini yumib ochaveradi, yumib kerak emas joyda ko'zni yumib ochaveradi. Buni sababi ikki xil bo'ladi. Birinchi sababi bola juda ham asabiy, bola tajang, bola uyqusi normada emas, uxlaganda ham haligidek oyoq qo'llari qimirlab, xuddi harakat qilgandek uxlaydi. Bunda albatta nevropatologga murojaat qilsangiz, nevropatolog tinchlantiruvchi dorilar berishi orqali bolani butun tanasi va nerv tizimi tinchlanadi va shu orqali ham bolani o'sha ko'zini tiklari ketadi. Yana bir holat bor, bunda magniy yetishmaydi, ya'ni magniy mikroelementi bor, u qisqarish va bo'shashishga javob beradi. Qisqarishga kalsiy ishtirok etsa, bo'shashishga magniy ishtirok etadi. Bunaqa holatda magniy preparatlarni berish orqali ham ko'zni pirpiratishidan xalos bo'lish mumkin. Yana bir holat bor, unda shamollash qoniga o'tib ketib, butun tanasida shamollash bo'lganda ham o'sha nerv tizimiga o'sha shamollash zaharlanish berishi oqibatida ham ko'zini tik orqali pirpiratadi. Bunda albatta vrach bilan maslahatlashgan holda shu 3 ta holatda ko'rib chiqsanglar, men o'ylayman bolangizda o'sha ko'zini nervni tiki o'tib ketadi. Bujonimiz javobingizdan xursand bo'ldilar va bizni kuzatishda davom etadilar. Telegram sahifamizga kelgan savollarni o'qiyman. Assalomu alaykum. Qizim 4 yosh, 1 oydan beri yo'tal qolmayapti. Qilmagan muolajamiz qolmadi. Nima qilsak bo'ladi debdilar. Nasiba ismlari. Yo'talni sababi bir nechta bo'ladi. Endi asosiysi shamollash bo'ladi. Agar shamollash bo'lsa, isitmasi chiqqanda men bilamanki, bu onajonlar doktorga olib borib, o'sha shifokorga olib borib davolashni yo'lini qilishadi. Yana boshqa yo'li allergiya. Yana o'sha gap, bizning xonadonlarda shirinlik miqdori juda ham ko'p. Bolalar tartibsiz, tartibli, xohlab, xohlamasdan o'zi olib yeb qo'yishadi va shuni orqali allergiya natijasida ham yo'taladi. Yana bir kasallik bor, biz 2-3 yildan beri O'zbekistonda juda ko'payib ketdi, oldin kam uchraydi. Bu ko'k yo'tal. Ko'k yo'talga bo'lgan bolani o'zini o'sha maxsus davolashini o'tkazmasangiz, ko'k yo'tal o'tib ketmaydi, bolani yo'tali o'sha oylarga, yillarga davom etadi. O'sha uchun bu onajonimizga ham shu 3 ta holatni mahalliy vrachlar bilan birga ko'rib chiqishligini taklif qilaman. Rahmat Go'zal opa, charchab qolmadingizmi? Yo'q. Hammasi joyida. Bizda yana qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bir baxtli ona ekansiz, chunki ko'p onajonlarimiz Bolajon telekanaliga qo'ng'iroq qilishda davom etib, bir baxtlilardan baxtlilar tushib qoladi. Albatta, omad bu ham. Xursandmisiz? Ha, xursandman. Lekin ovozingizdan sezilmayapti xursand ekanligingiz. Bolajoningizning sog'lig'idan xavotir olyapsizmi? Ha, bolajonlarim. Nima bo'ldi? Ayting, mana shifokorimiz sizni eshityaptilar. O'zingizni tanishtirib, qayerdan qo'ng'iroq qilayotganingizni aytib. Toshkent viloyati Olmaliq shahridanman. Ismim Marjona. 5 yoshli o'g'lim bor. Bog'chaga boradi. Anginasi juda ham katta, so'laga oqadi. Anginasini yaxshi qila olmayapmiz, shuncha zo'rga olib borsak ham. Tug'ilganda pnevmoniya bo'lib tug'ilgan, shuni asoratimi yoki?
Savolingiz shu. Marjonaxon, biz sizni qizim tushundik. ham bor, qizim ham 2 yoshda, qizimda ham burni quruq bitib, anginasi kattalashyapti-da. Burnini shuncha zo'rga olib bordim, shuncha dorilar qildim, quruq bityapti. Uni nima qilsam bo'ladi? Endi assalomu alaykum oyijonisi. 5 yoshli o'g'lingiz 5 yoshida o'g'lingiz, to'g'rimi? 5 yoshli o'g'lingizdan boshlaymiz. Tug'ilgan vaqtda pnevmoniya bilan tug'ilgan bo'lsa, bu ko'pincha onani o'sha homiladorlikdagi immunitet pastligi yoki ayrim sabablari oqibatida bola immunitet tanqisligi bilan tug'iladi. O'sha uchun balkim immuniteti pastligi hisobiga pnevmoniya bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin u holatga 5 yil vaqt o'tdi. Mana 5 yildan keyin siz hozir shikoyatingiz burni yaxshi nafas olmaydi va tomoqdagi o'sha anginasi yoki limfa tugullari bizning tilimizda shishib ketgan deb shikoyat qilmoqdasiz. Bu ham o'sha immun tanqislikda bitta belgisi hisoblanadi. Bu burundagi limfa tugullar ham adenoid deymiz yoki tomoqdagi limfa tugullar angina tanzilit deymiz. Bularni shishib ketishi ko'pincha immunitet o'sha bolani himoya qilishga harakat qilishi oqibatida shishib ketadi. Bunaqa holatda tomog'idan surtma topshirib, o'sha tomog'ida qanaqadir infeksiya surunkali o'tirib olgan bo'lishi mumkin. O'sha infeksiyani davolash yo'li orqali ham siz aytayotgan holatlardan qutulib chiqib ketish mumkin. Yana bitta meni o'zimning shaxsiy fikrim bor. Masalan, tajribamda shunaqa holat kuzatilsa, oilasida 3 ta bola bo'lsa, yo 3 ta bolani ham tomog'i angina bo'lsa, burnida adenoid bo'lsa, unda men ota-onasini o'zini tekshirtirib, o'zini davolashda taklif beraman. Sababi oilada kimdir shu infeksiya tarqatuvchi bo'lib, bolalarga qayta-qayta shu infeksiya berayotgan bo'lishi mumkin va ko'pincha bunaqa holatda yoki otasini yoki onasini gaymoriti yoki anginasi bo'lib chiqadi va shuni bartaraf qilish yo'li orqali bolalar ham tuzalishni boshlaydi. Juda ham bir kerakli tavsiyani aytdingiz. Mana endi onajonlarimiz bu tomoniga ham e'tibor berishadi. Bizda yana qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Alo. Va alaykum assalom. Men Surxondaryodanman. Aha. Sherzanova Xolsatman, buvisiman. Ana bugun buvijonlarimiz juda faollar. Biz xursandmiz ovozingizni eshitganimizdan. Salomatmisiz? Xudoga shukr, Allohga shukr. Yana bir bahorni ko'rganingiz bilan sizni tabriklaymiz. Rahmat. Nima gaplar buvijonisi? Aha. Sizni eshityapmiz. Men nevaram 10 yoshda. Nafas olishi nima bo'lib qoladi-da, shu bir jahli chiqsa, shu nafas olishi qiyin bo'lib qoladi. Jahllanib qoladi. Savollar aytishtir. Tushundim. Assalomu alaykum buvijonisi. Sizda aytishingiz bo'yicha nevarangizda jahli chiqqanda nafas ololmay, ko'karib, qizarib ketadi. Shunaqa holat kuzatiladimi? Ha, asablanib qoladi. Hansirab ham qoladi. Aha. Bunaqa bolalarni ko'proq nevropatolog bilan ishlashga to'g'ri keladi sizga. Sababi bola o'sha oddiy narsani ham juda chuqur his qiladi. Ya'ni oddiy masalan bitta telefonni olib qo'ysangiz ham u uchun juda katta stressni organizmi qabul qilib, hamma joyda siqilish, ya'ni spazm bo'lishi oqibatida o'sha burun nafas yo'lida ham spazm bo'lib, bola nafas yo'l olishdan qanaqadir daqiqada to'xtaydi. Bunaqa bolalar ko'pincha chaqaloqlikda yig'lab ko'karib qoladigan odati bo'ladi. Shu bolalar katta bo'lganda siz aytgan holatga keltiradi. Albatta nevropatologga murojaat qilsangiz buni yechimi oson. Faqat o'sha nevropatolog aytgan dorilarni ichib, bolani qayta o'zingizlarni bolaga nisbatan qilib beradigan tarbiyalarni qayta ko'rib chiqishinglar kerak. Bunaqa bolalarga ko'pincha 10 marta ha deyiladi-da, bir marta yo'q deyilsa shu holatga tushib qoladi. Sekin-sekin o'sha yo'q degan holatni ham ko'paytirib, bolani stressga bo'lgan chidamliligini oshirish kerak. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Demak, erkatoy nabiralardan bo'lsalar kerak. Qo'yniga ko'p qaraydilar-da. Axir bu jonlarning hammasi shunday, nabiralarni yer u ko'kka ishonmaydilar. Bizda yana qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Toshkent viloyatidan, Toshkent tumanidan telefon qilyapman. Ismingiz? Maftuna. Ovozingizdagi quvnoqlik bizga kayfiyat beryapti. Bu yaxshi. Rahmat. Anaqa o'g'lim 5 yoshida suv chechak toshmasi toshibdi. O'shanga to'liqroq ma'lumot bersalar qanchada ketib. Tushunarli. Savolingiz? Oyijonisi 5 yashar bolangizga suv chechak toshdi hozirgi kunlarda.
Ha, hozir kunda. U suv chechak toshmasi og'iz bo'shlig'ida ham bormi? Bor. Issig'i chiqdimi? Ozgina 38. Ha. O'zi suv chechagiga o'xshagan, men savol berishimdan sabab suv chechagiga o'xshagan yana bitta virus bor. Suv chechagiga juda ham o'xshaydi. Bitta gruppaga kiradi-yu, faqat ozgina turi boshqa bo'ladi. Suv chechagida juda ham anaqa bir zararsiz bir virus pufay bilan o'tib ketadi, terisiga toshib, lekin bir umrli immunitet qoladi. Undan tashqari yana enterovirusli yoki koksaki virusli toshma, xuddi suv chechagida kechadigan virus bor, lekin unda issig'i baland bo'ladi, og'iz bo'shlig'iga toshma toshib ketadi va bolani umumiy holati og'irroq bo'ladi. Ya'ni yotoqchilikda bola ovqat yegisi kelmaydi. Yana bitta minus tomoni, bu virusdan keyin bir umrli immunitet qolmaydi. Bu virus bilan bir yilda 2-3 marta kasal bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuni aniqlatish uchun albatta o'zingizning pediatriyangizga murojaat qiling. Agar enterovirus bo'lsa, ko'proq e'tibor talab qilinadi. Suv chechakda o'zi ozgina o'sha mahalliy dorilar qo'yish bilan, virusga qarshi dorilar ichish bilan yengilgina o'tib ketadi. Parvarish. Eng muhimi parvarish. Albatta bog'chaga borsa yoki maktabga borsa, 20 kun ichida izolyatsiya qilishga to'g'ri keladi. Boshqa bolalarga yuqmasligi uchun. Rahmat Go'zal opa. Hozir bizda yana qo'ng'iroq bor. Keyin Telegramdan kelgan savollarni o'qib berishim kerak, chunki onajonlarimiz xafa bo'lib qolishlari mumkin. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring. Yaxshi, rahmat. Ismim Gullola. Qizim 1 yosh 2 oylik. Tishlari chiqishi kechikyapti-da, shunga nimadan bo'lishi mumkin deb so'rayapman. Kalsiy ichirdim. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Chilonzor. Toshkent shahridan. Bolajon telekanalining rasmiy sahifalariga a'zo bo'lgansiz. Dugonalaringizga ham aytgansiz. Aytganman. Demak, biz sizning savolingizga hozir tezda javob berib olamiz. Marhamat. Oyijonisi, bitta bo'lsa ham tishi bormi bolangizda? Yo'q, endi tepasidan tishi ozgina endi yaqinlashgan. Ota-onasida tishlari vaqtida chiqqanmi? Men eslolmayman, lekin dadasini bilmadim. Opasi akasi 6 oyligidan boshlab chiqibdi. Katta farzandlari. Unda menimcha sizlarda o'sha nasliy omil bo'ladi bir xil vaqtda. Ota-onasida ham 1-1,5 yoshda tish chiqadi. Bu normal holat hisoblanadi. Lekin opalarda tishi vaqtida chiqib bu bolada kechikayotgan bo'lsa, bunga ozgina e'tiborni ko'proq berish talab qilinadi. Ya'ni bolani qondan kalsiy, fosfor, vitamin D aniqlanadi. Undan tashqari bir xil vaqtda shular qonda norma chiqadi-yu, lekin kalsiy ham beradi ota-onasi, lekin bolada tish chiqmaydi. Unaqa holatda buyrak va siydik yo'li tizimini tekshirtirishga to'g'ri keladi. Sababi kalsiyni ichadi og'zidan, oshqozon qabul qilish kerak birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda buyrak qabul qilib qolish kerak. Agar oshqozonda so'rilish yomon bo'lsa yoki buyrakda funksiyasi ozgina bo'lsa ham buzilgan bo'lsa, unda oshqozon chiqazib yuboradi va siydik yo'li siydik orqali chiqazib yuboradi yoki buyrakda tuz yig'ilishni boshlaydi. O'sha uchun sizga maslahatim kalsiy, fosfor, vitamin D ga tekshirtiring. Qondan tekshirtirsangiz bo'ladi va undan tashqari siydik analizi va buyrakda UZI qildirishni ham taklif beraman. Agar buyrakda ichilayotgan kalsiy yig'ilayotgan bo'lsa, unda buyrak bilan siydik yo'lning funksiyasini to'g'rilashga to'g'ri keladi. Menimcha kerakli javob bo'ldi. Go'zal opa, hozir Telegramdan kelgan savollarni tez o'qiyman, siz ham qisqa lo'nda javob berasiz. Assalomu alaykum, 8 oylik farzandim tez shamollayapti. Nima qilsam bo'ladi? 8 oylik farzand tez shamollashini asosiy sabablaridan biri bu ya'ni o'sha aka-opalari bog'chada yoki maktabdan tez yuqtirishadi. Birinchi sababi, ikkinchi sabab 6 oydan keyin bolaga qo'shimcha ovqatlar, ya'ni sabzavotli, mevali pyurelar berish kerak bo'ladi. Sababi ichayotgan o'sha sun'iy aralashmasi yoki onasini emayotgan suti yetarli bo'lmaydi. Shu faktorlarni menimcha to'g'rilasalar tez shamollashi kamayadi. Assalomu alaykum, bo'yni o'stirish uchun nima qilish kerak debdilar Husniddin. Bo'yni o'stirish uchun agar bola bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha o'sish zonasini qo'lida ko'rish kerak. Agar o'sish zonasi yopilmagan bo'lsa, kalsiy, fosfor, o'sha anaqa o'zini mashqlari bor. Mashqlar orqali va rejimni tartiblashtirish, o'sha aytganimda uyqu rejimini tartiblashtirish orqali bo'yni o'stirsa bo'ladi. Demak, shifokor ko'rigi kerak bo'lar ekan. Albatta, shifokor bilan birga qilinadi. Qo'ng'iroqni ulaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Qashqadaryodan telefon qilyotgandim. Ismingiz? Ismim Zuhra.
Men farzandim 7 yoshar farzandim bor. Hamma harflarni ayta oladi, faqatgina R harfi bilan R harfini aytishga juda qiynalib aytadi. Men shunga nima deb maslahat berasizlar deb so'ramoqchi edim. Oldindan rahmat. O'zingizning nutqingiz juda ravon ekan sizda. Hamma harflar yaxshi chiqyapti. Demak, farzandingizda ham bu o'zgarishlar bo'ladi. ozgina qarasangiz yaxshi bo'lib ketadi. Oyisi 6 yoshgacha o'zi bolalar bir xil bolalar R-ni, L-ni, bir xil ayrim bolalar Sh-ni aytolmaydi. Buni kasallik deb hisoblanmaydi. Lekin sizni bolangiz aytishingiz bo'yicha 7 yosh bo'libdi, endi maktabga chiqadigan vaqti bo'libdi. Albatta logoped yoki defektolog degan shunaqa mutaxassislar bor. Mana shu so'zni gapiradi-yu, lekin ayrim harflarni gapira olmaydigan bolalar bilan shug'ullanadi. Shu mutaxassislarga murojaat qilsangiz, menimcha bolangiz gapirib ketadi. Eng muhimi kayfiyatni, shashni tushirmaslik kerak onajonlarimiz. Telegramdan kelgan savollar: qizim 5 oylik, ichi ketyapti, nima bersam bo'ladi? Keyin chap oyog'i tiq-tiq qilyapti. Kalsiyni necha oylikdan berish kerak debdilar. Bularga men maslahatim, ichi ketayotgan bo'lsa, juda endi miqdorini bilmaymiz, umumiy qilib aytibdilar, ichi ketyapti deb. Unda infeksionist vrachiga murojaat qilish kerak. Birinchi o'rinda ich ketishni to'xtatish kerak. Ich ketish orqali bola suvsizlanib qolishi mumkin va suvsizlangandan ham ko'ra buyragiga suv bormasligi uchun buyrak suvsizlanib qolishi mumkin. Birinchi o'rinda ich ketishini to'xtatib, oyog'ini chap tomoni anaqa simptom shilchqa deyiladi, ya'ni shiq etib tovush berayotgan bo'lsa, albatta rentgen qildirib, ya'ni chanoq son bo'g'imini rentgen qildirib, ortopedga murojaat qilsalar bo'ladi. Yana o'xshash savol, siz bu savolga javob berdingiz. 2 yosh qizim tomog'i og'rigan, antibiotiklar berdim, lekin tuzalmadi. Nima qilsam bo'ladi debdilar. Tomog'i og'rigan bo'lsa, antibiotik berdingiz va davom etayotgan bo'lsa, bu ko'pincha surunkali tanzilitdan dalolat beradi. Bunaqa holatda bir kunda 2-3 marta antiseptik vositalar qo'shib chayish orqali ham kasallikdan xalos bo'lsa bo'ladi. Antibiotikgacha borish shart emas, demak. Aha, bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Buncha quvnoq ovozingiz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Toshkent shahridan, Olmazor tumanidan Dildoraman. Xursandmiz Dildoraxon. Savolingiz? Savolim, 8 yoshli o'g'lim bor, 2-sinfga o'tadi yaqinda. Kichkinaligidan qo'lini so'radi, bosh barmog'ini har doim so'rib yuradi. Shuni nimadan ekan deb bilmoqchi edim. Yaqinda maktabdan rasmlari kelib, maktabda ham qo'lini so'rib o'tirar ekan. Demak, farzandingiz juda erkatoy bo'lsalar kerak balkim. Lekin unaqa nima deydi, muammolar yo'q uyimizda, depressiya, nevrologik muammolari yo'q, holatlari yaxshi uyimizda hamma narsasi. Lekin shunda ham qo'lini so'rab o'tirishni yaxshi ko'radi. O'zingiz ham bir qovoq soladigan onaga o'xshamaysiz ovozingizdan. Shunaqa yaxshi hammasi uyimizda. Demak, hozir shifokorimiz sizga javob beradilar, marhamat. Oyisi, bolangiz qo'lini ko'p so'rayotgan bo'lsa, bu bola bolaligida so'zga so'rmaganmi, so'rg'ich? So'rgan, so'zkani yaxshi ko'rardi-da, so'zkasini yaxshi ko'rgan. O'sha so'rg'ichga bo'lgan mehri bu bolada qolib ketgan. Endi bu kasallik deb ayta olmayman, albatta bu nima deyiladi, odat desa ham bo'ladi. Bunaqa bola bilan ko'proq neyropsixolog yoki o'zingiz psixologik gapirib shu holatdan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni bolani o'sha miyasiga yetib boradigan darajada gaplashish kerak. Bu odat chiroyli emas, bu odat yaxshi emas, senga shuni qilmasam bunaqa qilib beraman deb bolani chalg'itib shu holatdan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu o'sha ya'ni emiziklik vaqtida, kichkinalikda so'rg'ichga bo'lgan mehri hali ham davom etmoqda. O'rniga bironta o'yinchoq berib qo'yishingiz mumkin, yaxshi ko'radigan va shuni ushlab yurgin deb bolani shu odatdan bu odatga chalg'itish mumkin. Faqat shirinlik emas. Shirinlik emas, o'yinchoq. Shirinlik juda xavfli ekan. Demak, onajonimizda hammasi, chunki bolalar uchun eng yaxshi ruhshunos onasi. Onani o'zi. 14 yoshgacha onadan yaxshi ruhshunos yo'q. Eng yaxshi davo ham onaning mehri. Onaning mehri. Bizda yana savollar bor. Assalomu alaykum. 8 oylik o'g'lim bor. Akvadetrin bermoqchi edim. Qaysi vaqtda bersam bo'ladi? Oldindan rahmat. Vitamin D yog'li vitaminlar qatoriga kirganligi uchun ko'proq ertalab beriladi. Lekin akvadetrin bu suvli vitamin D. Shuning uchun obed vaqtida ham kechki payt bersa ham bo'ladi. Suvliligi uchun. Lekin boshqa gruppa vitamin D lar yoki boshqa turlari yog'li bo'lganlari ertalab beriladi. Assalomu alaykum. O'g'lim 2 yoshda, u soch yeydi. Bu nima uchun? Ko'rib qolsak, darrov uni qo'lidan sochini tortib olamiz. Nima qilsak bo'ladi debdilar.
soch yeyish, tirnoq yeyish ham yomon odat. Buni ham ikki xil yechimi bor. Ya'ni ko'pincha asabiy, o'zini tinchlantirishga kuchi yetmaydigan bolalar qatinidir tishlaydi yoki sochini yeydi. Albatta bolani tinchlantirish orqali tabiiy tinchlantiruvchi choylar chiqib ketgan. Shular orqali bolani tinchlantirish yo'li bilan bu odatdan qutulsa bo'ladi. Demak, yana o'sha gap, onajonlarimizni mehr muhabbatlari ham yordam beradi. Farzandini qattiq quchoqlab, mehrni ko'proq bersa va albatta o'tib ketadi. Xavotirga hojat yo'q deymiz. Bizda yana qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Juda ham past ovozda gapiryapsiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yo'qroqmi? Yo'q, yaxshi, rahmat. Aha. Ismingiz, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Men Qashqadaryodanman. Ismim Maqsuda. Aha. 9 yoshli nevaram bor. 4 yoshga yaxshi talaffuzda gapirardi. Hozir 9 yoshda. 4 yoshdan keyin bola qo'shilsa duduqlanadigan bo'ldi. Tushunarli bo'lyapti savolingizga. Bizchi savolingizni biroz tushunmayroq turibmiz. Baland ovozda aytib yuboring. Men Qashqadaryodanman. Men Maqsuda. Aha. 9 yoshli nevaram bor. Nevarangiz? Siz ham buvijonsiz. Men buvijonman. Nevaram 9 yoshda. Aha. 4 yoshda yaxshi talaffuzda gapirardi. 4 yoshdan. Aha. 4 yoshda ochgandan keyin bola shoshilsa, saligina tutiladigan odat bo'ldi. Duduqlanadigan bo'ldi. Aha, duduqlan. Aha. Hozir o'rtada bir yaxshi bo'ldi-da, davolantirdik, yaxshi bo'ldi. Hozir yana shoshilsa, duduq gapiryapti. Oyijonisi, assalomu alaykum. Men ozgina aniqlashtirib yuboraman. Bolajonni nevarangiz boshida gapirganda aniq-tiniq gapirardi, lekin oxirgi vaqt duduqlanib gapirishni boshladi. To'g'rimi? To'g'ri gapiradi faqat har zamonda. Bunaqa holatchi ko'pincha bolalarda uzr so'rayman. Kuchukdan qo'rqqanda, qorong'idan qo'rqqanda yoki o'zidan katta insonlar qo'rqitganda bo'ladi. Bolani tinchlantirish kerak va nevropatolog bilan birga bolani tinchlantiruvchi o'tlar yoki giyohli tabletkalar ichirishga to'g'ri keladi. Demak, bu jonimiz o'zlarini ertaklaridan aytib, nevaralarini tinchitib, bu jarayonni bu jonisi yoki onajonisi yana o'sha temaga qaytamiz, mavzuga bir yarim soat bola bilan gaplashgan vaqtda asl mohiyatini tushunib olsa bo'ladi. Bola nimadan qo'rqadi? O'sha narsani, qo'rqadigan narsani yumshatish orqali bolani shu holatdan olib chiqib ketsa bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bu jonimiz javobdan qoniqdingiz? Uzilib qolmadilarmi? Aha, uzilib qolibdi. Mayli, bizni ko'rayotgan bo'lsalar, qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat. Mana shunday bu jonlarning qatori ko'paysin deymiz. Telegramdan kelgan savollar: meni qizim 8 oylik, og'zini ko'p ochadi, tilini tashqariga ko'p chiqaradi, so'lagi ko'p oqadi. Shunga nima maslahat berasiz? Mahliyoman debdilar. Tilini chiqazadigan bolalar ko'pincha to'lachadan kelgan bolalar bo'ladi. Uni birinchi o'rinda yod moddasini to'g'irlash kerak. Endokrinolog bilan gaplashib, yodni miqdorini to'g'irlash kerak. Onasi emizikli bo'lsa, onasi ichadi yoki bolaga ichiriladi. Unda ham o'tib ketmasa, nevropatolog bilan maslahatlashib, nevrologik funksiyasini ham qayta tiklash kerak bo'ladi. O'xshash savollar yana bor. 3 oylik bolam juda ham ko'p qusadi. Lecheniya, ya'ni davolandik, baribir qusishi to'xtamayapti. Hali bu savolga 3 oylik debdilar. O'zi yangi tug'ilgandan ko'pincha 6 oy, uzog'i bilan 8 oygacha bolalarda qusish, ya'ni qayd qilish kuzatilib turadi. Buni asosiy sababi ularni oshqozonni kardial qismi oxirigacha yopilmaydi. Bu hamma bolalarda bo'ladi. Bundan xavotir olmasalar ham bo'ladi. Lekin buni ham yechimi bor albatta. Bolani emizib 20 minut tika holatda, ya'ni vertikal holatda ko'tarib yurishga to'g'ri keladi. Shunda oshqozondagi ovqat ichiga o'tib ketib, qusish miqdori kamayadi. Lekin bunaqa qilgan bo'lsalar, o'tib ketmayotgan bo'lsa, ayrim vaqtda nevrologiya, ya'ni o'sha miyada qoylanish yaxshi bo'lmasa, spazm bo'lsa yoki tug'ilganda o'sha tug'ruq travmalar bilan tug'ilgan bo'lsa, sentr hisobiga, markaz hisobiga ham qusish miqdori juda ko'payib ketadi. Unda nevropatologga murojaat qilinadi. Rahmat Go'zal opa, bizda yana qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Sirdaryo viloyati Sarxonobod tumanidan. Ismingiz? Gorasmi. Bahor faslini yaxshi ko'rasizmi? Ha. Bir bahor kelganda odam boshqacha quvnoq bo'ladi. Men sizda biroz quvnoqlikni sezmayapman yoki charchadingizmi ertalabdan uy ishlari bilan? Yo'q, hammasi joyida. Shifokorimizga savollarim bor. Marhamat. Meni boshqa savollar bilan boshimda qotirmang deyaptilar. Marhamat, shifokorga savolingiz. Ha, 12 yashar qizim bor. Badanlarida hol emas, lekin qandaydir qora dog'chalari bor-da. O'sha kamqonlikdanmi yo gijjadanmi nimadanligini bila olmayapman-da. Hol emas lekin. Qanday holatlarda unday bo'lishi mumkin, shuni hech narsani qila olmayapman-da, davosini topa olmayapman. Shunga menimcha kayfiyatlari yo'q. Ha, o'shacha. Oyijon, siz bitta ikkita savol bilan aniqlashtirib olaman. Bolangizda tanasida qora dog'lar bor. Ha, shunday. Ha, bu bola suv ichishi, qizamiq yoki toshmalik kasallik o'tkazmadimi? 2,5 yoshligida suv ichishi o'tkazgan, qizamiq bo'lmagan. Balkim o'sha o'tgan toshmani izi qolgan bo'lishi ham mumkin. Lekin ko'pincha endi oddiy sabablardan biri terimizda oq dog'lar yoki to'qroq rangdagi dog'lar paydo bo'lsa, o't qopi bilan jigarni funksiyasini yaxshilashga to'g'ri keladi. Siz ham albatta o't qopi bilan jigarini ultratovushdan o'tkazib, ozgina o't qopini funksiyasini yaxshilaydigan tabletkalar yoki giyohlar ichirsangiz, menimcha bu toshmalari yoki dog'lari o'tib ketadi. Tushunarli bo'ldi. Eng muhimi kayfiyatingizni yaxshi qiling, chunki farzandingiz sizdan ham kayfiyat, ham quvnoqlikni va eng muhim immunitetni olar ekan. Bizda yana savollar bor. Assalomu alaykum. 5 yosh qizimda quloq og'rig'i bo'lyapti. Bir oz sarg'imtir suyuqlik oqdi. Bu nimadan bo'lishi mumkin va qanday davolasam bo'ladi debdilar Sevara. 5 yoshlikmi? 5 yoshli bolalarda o'sha burni bilan tomog'ida oddiy grippni asoratlanib vaqtida davolanmaganda yoki vaqtida davolansa ham o'sha tabletkalar ta'sir qilmagan holatda burundan quloqqa o'tib ketadi. Bunda lor vrachiga, lor mutaxassisligiga murojaat qilib, quloqni pardasini ko'rsatib, o'sha kerakli dorilarni yozib beradilar, tomchilatsalar o'tib ketadi. Rahmat Go'zal opa. Men shu topda onajonlarimizga yana bir karra eslatib o'taman. Bolajon telekanalining rasmiy Instagram, Facebook, Telegram, YouTube'dagi sahifalarga a'zo bo'lib oling. Mana savollar yo'llashyapti, biz javob beryapmiz. Eng muhimi xuddi dori qutiga eng kerakli zarur dorilarni onajonlar hamisha saqlab qo'yishadi. Biz ham shifokorlarimizning javoblarini aynan mana shu ijtimoiy tarmoqlarimizga saqlab qo'yamiz va u o'z-o'zidan sizga bir xizmat qiladi. Esingizdan chiqib qolsa kerak paytda ijtimoiy tarmog'imizga kirib, ko'rib, yanada tibbiy savodxonligingizni oshirishingiz mumkin bo'ladi. Hozir bizda yana qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, efirdasiz. Rahmat, men Andijon viloyatida telefon qilyotgandim. 2 yoshar o'g'lim bor edi. Akalari to'liq 2 yoshdan gapirishni boshlagan. Bu hozir aya deydi, aka deydi, boshqa gaplarni gapirmaydi, lekin aytsangiz hamma nimani bo'lsa qilaveradi, tushunadi. Lekin to'liq gapirib ketolmayapti. Ismingiz nima? Rahmatulloh. Ha, demak farzandlari dada so'zini ham aytmaydi. Ha, lekin o'ziga kerakli narsalarni nima qiladi, imo-ishora bilan-da, aslida. Necha yosh ekan? Necha yosh dedingiz farzandingizni? 2,5 yosh. Ha, 2,5 yosh. 2,5 yoshli bola endi normada bir 20 ta 30 ta so'z bilish kerak. Sizni bolangizda ozgina nutqini orqada qolishi kuzatilmoqda. Nevropatolog vrach bilan birga maslahatlashib, davo choralarini ko'rsangiz, bola gapirib ketadi. Sababi bolada aya degan bo'lsa ham so'zi bor. Bu masalan gapira olmaydigan bola deb aytilmaydi. Faqat ozgina orqada qolgan. Undan tashqari katta bolalaringiz gapirishni ravon gapiradi, bu bola ham gapirib ketadi. Faqat bu bola tug'ilishida yoki ozgina qiynalib tug'ilgan yoki onasi 2 qatli vaqtda og'irroq o'tgan bo'lsa, o'shani asorati bo'lib, hozir namoyon bo'layotgan bo'lishi mumkin. Demak, biz qo'ng'iroq egasiga aytamiz, tez orada farzandingiz dada so'zini ham aytadi. Chunki bizga dadamiz qo'ng'iroq qildilar. Bizda savollar bor Telegramdan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Meni o'g'lim 1 yosh, sochi kam, nima qilsam bo'ladi?
1 yoshli bolada ko'pincha soch kamligi vitamin A, E ni yetishmasligidan bo'ladi. Hamma hozir vitamin D deb don ko'rganimiz uchun vitamin D ni ichirishni hamma onalar boshladi, hammasi ichirmoqda. Lekin vitamin A bilan E haqida ham unutmasligimiz kerak. O'sha Aqua D3 hammaga mashhur bo'lgan dorini A, E qo'shilgan turi ham bor. Ya'ni Aqua D3 plus deyiladi. Shuni qabul qilsa bolani sochi chiqishni boshlaydi. Tabiiy oziq-ovqat mahsulotlaridan ko'proq nimalarni? Tabiiy oziq-ovqat mahsulotlaridan onasi emizikli bo'lsa, baliq mahsulotlari, yog'li mahsulotlar, zaytun yog'i qo'shilgan salatlar yeyish orqali ham bu narsadan xalos bo'lish mumkin. Agar bolani o'zi umumiy stolga qo'shilib ovqat yeyotgan bo'lsa, ovqatiga zaytun yog'ini qo'shib berish orqali ham vitamin A, E miqdorini tanada ko'paytirish mumkin. Shu orqali ham sochi chiqishni boshlaydi. Rahmat Go'zal opa, bizda yana qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni eshityapmiz. O'zingizni tanishtiring. Buxoro viloyatidan Ilhom ismim bu. Marhamat, savolingiz? Mani qizcham Down sindromi bilan tug'ilgandi. Yuragida parrogi bor, o'shanda operatsiya qilamiz deb aytdik Toshkentga. Bittasi operatsiya qilmaymiz deydi, bittasi qilamiz deydi. Shuni qildirish kerakmi, qildirmas kerakmi? O'tkasiga bosim baland ekan. Assalomu alaykum. Ozgina yana bitta aniqlik kiritmoqchiman. Bolangiz Down sindromi bilan yoki Down kasalligi bilan tug'ildi, yuragida paroki bor. Ha, Down sindromi bilan tug'ilgan. Aha. Og'irligi qancha bolangizda tana vazni? Tana vazni bir 3 kilolar bor, 9 yoshda hozir. Necha kilo? Ha. Deymiz. Necha kilogramm dedingiz? 30 kilogramm. 30 kilogramm. Balkim 30 kilogramm bola, men o'yladim, chaqaloq bo'lsa kerak, o'sha uchun jarrohlik amaliyoti o'tkazilmadi deb o'yladim. Down kasalligi bu bilasiz, o'sha irsiy kasallik. Irsiy kasallikda ayrim turida sindromida yurak paroki kuzatilmaydi. Kasallikda o'zida yurak nuqsoni bilan ko'pincha tug'iladi. Bunaqa holatda yurak nuqsonini endi juda ham endi teshikda bu yurak nuqsoni degani. O'shani diametri katta bo'lsa, bolalik chog'ida operativ yo'l bilan yoki jarrohlik yo'li bilan buni bartaraf qilinadi. Lekin bolangiz 30 kilo bo'lsa, yoshi katta bo'lsa, unda men o'ylayman, sizlarda ochiq aortal parok bo'lsa kerak. Ya'ni ozginagina teshik bor, lekin bolani umumiy holatiga ta'sir qilmaydi, umumiy holatini yomonlashtirmaydi. Shuning uchun ham operatsiya yoki amaliyot o'tkazilmagan bo'lishi mumkin. Javobingiz? Rahmat Go'zal opa, Telegramdan kelgan savollar bor. Bolam ko'p shirinlik yeydi. Nima uchun 1 yosh debdilar? Endi hamma bolalar ko'p shirinlik yeyishadi. Bu oiladagi o'sha ovqatlanish tartibiga bog'liq. Oilada masalan, qaysi oilada shirinlikka ota-onasi o'ch bo'lsa, shirinlik dasturxonda ko'p paydo bo'lsa, bola shirinlikka ruju qo'yadi. Qaysidir oilada sabzavot yoki o'sha vitaminli yoki sut qatug'iga bo'lgan moyillik ota-onasida yuqori bo'lsa, u bola o'sha narsalarga mehr berib katta bo'ladi. Avvalo o'sha oiladagi ovqatlanish tartibini to'g'irlash orqali bolani ham shirinlikka bo'lgan ehtiyojini kamaytirsa bo'ladi. Shirin bolajonlarimizga ortiqcha shirinlik zarar ekan. Assalomu alaykum. Telefon sizni eshityapmiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring. Toshkent viloyatidan Odina bo'laman. Meni 1,5 yoshlar qizim bor va bu qizim juda ham ko'p gurgut donalarini yeyishni yaxshi ko'radi. Ya'ni bosh tomondagi qora joyini rosa ko'p iste'mol qiladi. Yeyishni yaxshi ko'radi. Aha. Yeydi, qalamlarni uchini ham yeyishni qiladi. Har xil vitaminlar berdik, lekin foydasi bo'lmayapti. Onajonimiz shoshib ketyaptilar, chunki Oyijonisi, qanaqa vitaminlar berdingiz? Bir yilda bir marta, 2 marta vitamin berdinglarmi? Vitamindan shifokor yozgan, yodamarin yozdi, yodamarin berdik. Keyin magniy B6 yozdi, shuni berdik faqat. Bu o'sha gugurtimizda uchidagi narsa fosforda, o'sha fosfor moddasi yetishmayotgan bo'lishi mumkin, o'shanga qarab bola shu narsaga intiladi. Ko'pincha ta'mni buzilishi, ya'ni bolani kesak yeyishi, shunaqa narsalar yeyishi bu gemoglobin, ya'ni ferritin qonda kamayib ketganda bo'ladi va umumiy
polivitaminli ichishga ehtiyoj bo'lganda bo'ladi. O'sha uchun bolangizga umumiy qon analizi topshirib, qonda ferritin miqdorini aniqlatib, gemoglobinni ko'tarish va polivitamin yoki multivitamin berishni taklif qilaman. Ularning ichida o'sha fosfor degan mikroelement bor. Shuni balansi yoki shuni miqdori organizmda to'lishi orqali bolani shu narsaga tortilishini kamaytirish mumkin. Rahmat Go'zal opa, charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchash yo'q. Bizning jonli efirimiz o'z nihoyasiga yetish arafasida. Ishtirokingiz uchun katta rahmat. Juda ko'p onajonlarimizga xotirjamlik berdingiz, ularning tibbiy savodxonlarini oshirdingiz. Aziz onajonlar, Telegram orqali bizga savol yo'llagan onajonlarimizga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Aslo xafa bo'lishga hojat yo'q. Bizni Bolajon telekanalining rasmiy Instagram, Telegram sahifalarini va albatta telekanalning o'zini ham tomosha qilishda davom eting. Tez orada shifokorimiz sizga javoblarni beradilar. Eng muhimi, farzandingizning salomatligi uchun kayfiyatingiz hamisha a'lo darajada bo'lsin. Tomosha qilganingiz Bolajon shifoxonasi dasturi edi. Kelasi ko'rishgunimizcha omon bo'lasiz.